Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana xudo xolasa ertangi videolarimizga tayyorgarliklarimiz ketyapti. Bugun 28-may, ertaga 29-may kuni birinchi yengil bolalar kuniga bag'ishlanib mehribonlik uyida tadbir o'tkazilayotgan ekan. Shu tadbirda bizlarni ham qo'limizdan kelgancha ehson qilmoqchimiz. Bitta bolaga mana shunaqa ko'rinishda xaltada beramiz. Buning ichida nima mahsulotlarimiz bor? Buning ichida домашний rulet, 2 xil biskvitimiz va bitta pottoyimiz bor. 2000 years later. Assalomu alaykum obunachilarimiz. Bizni mehribonlik uyiga o'zimizdan ehsonlarimizni tarqatamiz. Abjirolimizni taqdiryapti. Ko'z oldingizlar, qanday nogironlar jamiyatiga tashrif buyurdik. Bu yoqda qisqacha ichini как обзор qilib ketaman. Mama düşün de o, ben taklan gel. Voy, ana kimga qolib ketdi? Ismingiz nima edi? Sekin, ko'rpaga. Bu ortiga, haqida ortiga. Rahmat. Mana hozir tadbir tugadi, tadbirdan chiqdik. Bolalar rosa ham xursand bo'lishdi. O'yin-kulgi, raqslar, sovg'alar. Ehsonimizga qabul bo'lsin.